هي الدنيا ورب البيت تفنى ونقول الجنان. Rasululloh hayotning qisqa va imtihon hovlisi ekanligini, oxiratga zahira hovlisi ekanligini tushuntirib aytadilar. Mali valid dunya, dunyo bilan mening nima ishim bor? Va ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha. Mana dunyodagi bir misolim xuddiki bir ulov mingan kimsaga o'xshaydi. Ya'ni bir yo'lovchiga o'xshaydi. Bir daraxtning soyasida soyalanadi-da, so'ngra yurib uni tark qiladigan. Dunyoning misoli nima ekan? Bitta soya ekan, daraxtning soyasi kabi ekan. Biz demak dunyoga kelar ekanmiz, u yerda yeb ichib, lazzat qilib, bir ko'p orzu-umidlarni qilib borishmasa kerak. Demak, hayotdan bo'lgan maqsadimiz bu oxiratga zahira. Biz har birimiz yo'lovchimiz va har birimiz qo'limizda chiptamiz bor. Har birimiz qo'limizda bilet ushlab olganmiz safarimiz uchun. Lekin kim qaysi vaqtda ketishligini bilmaydi. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan va la yastaqdimun. Agar ularga ajallari keladigan bo'lsa, uni bir soniya avvalga ham ketinga ham sura olmaslar. Siz va biz uzun orzu qilamiz. Uzoq rejalarni tuzamiz, lekin Alloh taoloning rejasida biz bormiz. Bizning rejamizda o'lim yo'q bo'lsa ham, o'limning rejasida biz bormiz kerak. Agar Alloh taolo bir kishiga o'lim borasida hukm qo'yadigan bo'lsa, uni elchilari uni jonini o'rnidan oladi va bunda ular e'tiborsizlik qilishmaydi. Qanchalagan mashhur insonlar bor edi. Ularning hayotda qo'ygan maqsadlari, orzulari juda ham ko'p edi. Lekin birontasining qarshisida yaqinda o'laman degan rejasi yo'q edi. O'sha mashhur shaytonlarning juda ham kattasi bo'lgan Michael Jackson hayotdagi orzular, rejalari juda ham ko'p edi. Kerak bo'lsa 100 yil, 150 yil yashamoqchi edi. Orzusi shu edi. Shuning uchun juda ham katta diyetalarga e'tibor qaratar edi. O'zini sog'ligiga har jihatdan e'tibor qaratgan edi. Lekin oxiri nima bo'ldi? Oxiri 50 yoshda hayotdan o'tdi. Tupac Shakur degani bor edi, undan ko'ra mashhurroq, kelajak uchun katta mashhur bir rejalari bor edi. Hamma undan umidlarni qilar edi. Lekin otib ketilindi. Hech bir narsaga erisha olmadi. Yoki mana hammangiz taniydigan Apple'ning asoschisi Steve Jobs ko'p loyihalarni qilgan. Hayotda ham ko'p orzu maqsadlarni qildi. Lekin saraton tufayli hayotdan o'tdi 56 yoshda. Shuni hayotdan o'tishdan avvalgi biroz oldingi eng muhim bir mashhur gaplardan biri bor edi. Shu gapidan biri aytadiki, u so'zlardan birida men hayotda hamma narsaga erishdim. Insonlar orzu qilib yurgan eng qimmatbaho mashina, eng qimmatbaho uy, eng go'zal jonon o'sha qizlar, ayollar hammasiga erishdi. Lekin hech birida lazzatni topmadim deyapti. Biror biri meni qalbimga sakinat bag'ishlamadi. Va bularning hammasi men hayotda o'limdan chalg'itibdi. Men biror bir marotaba o'lim haqida tafakkur qilmabman. Lekin mana bu kasallik menga o'limni eslatdi. Va men hech narsaga qodir emasligimni, dunyodagi qo'limdagi boylik, mol-mulk biror bir narsaga arzimas, qadr qiymatsiz narsa ekanligini endi tushundim deydi. Rasululloh aytganlar kabi: "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allohi janaha ba'udah, ma saqa minha kafira sharbata ma." Agar dunyoni Alloh taolo huzurida pashshana qanotichalik agar qadr qiymati bo'lganda, Alloh dunyoda kofirga undan ichishlik uchun bir qultmol suv ham bermagan bo'lardi. Innalloha yu'ti ad-dunya man yuhib va man la yuhib, va lam yu'ti al-imana illa man yuhib. Alloh dunyoni yaxshi ko'rganiga ham, yaxshi ko'rmaganiga ham beradi. Lekin iymonni, izzatni, islomni faqat o'zini yaxshi ko'rganiga beradi. Rasululloh aytganlari kabi: "Mali va ad-dunya wa ma ana fi ad-dunya illa karakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha."